Bunu ko'rgansizlar, ama Gülenberning kuchi ya bu. Gülenberning kuchi. Muşunun qo'xshash yelnay deydi. Po'qni ajoyib pokizaydi vatadi balla. Siz nimandaq o'ruq. Men 3 oyda aran 10 kilo o'ruq qildim. Nimandaq o'ruq dekitsizlar balla, bu o'ruq qilib to'g'risi emas. Lekin mush yegan ishkininglarni pak saydi vatadi. Shunchalik rohat qilib etadikin. Abim qidek Muşunda tarat qog'uz yutalaydi. Men degandek unum bo'lmasa, men pulinglarni qaytirib beray. 240 ko'kida bunda qo'y ketmanglar, lekin shunchalik unumi yaxshi balla. Men izchil turib mana 4 tal ishchi olasizlar jimo balla. 4 tal ishchi olasizlar. Ha. Yili shunchalik rahat o'qitaman. Yegan tamoq, yel, palla, ishqib keraklikni ap qilib keraksizning hammani aytib o'tkazga, metabolizmni ishtiklik qilg'ashqa samirib ketmayotganmiz. Mana tarkibini ko'ringlar. Mana ko'rdinglarmi? Su, jo'mingizni, asal degan narsalar bor balla. Hargiz qalaymigan narsa yo'q. Xotirjam bo'lsanglar bo'ldi. Jo'mingizni degan narsalarni bizlarga to'rdan izlab yiqinglar. Bu shundaq zahar naydaydi. Xotirjam bo'linglar. Rozi bo'lib ketisizlar. Seri qarg'u esvatdim. Bovajon Can, onda da ketmizim 240 koy o birimini elip tarat qilmizim da qalsizlar. Hamma narsa mushuni bir ap ichib beqinglar. Qolgan ishchingiz neydi aytgan narsalardan eng nochisi mavu deb his qilasiz. Rasmiy nochi bir xil yelpaldan tatib suvni jiqiching lekin. Suvni jiqiching tomoqdan jiqiyab olgan kuningiz, "Voy, men yedimmi, yemidimmi?" da qalsizlar. Seri qarab esvatdim. Gülenberning Hazret Talbek. Mandar degan shu.